5:48 bo'ldi. Hozir Gulruh, Muhammad, Dildora yo'lga chiqamiz Samarqandga. Voy, to'g'risini aytsam, hali uyg'onganim yo'q. Hozir bitta kofe ichib turmasa bo'lmaydi. Lekin och qoringa kofe ichib bo'lmas ekan qizlar. Kofeni to'q qoringa ichar ekan. Biz obычно uyg'onishimiz bilan kofe ichamiz, unaqa bo'lish kerak emas ekan. Voy, sizga nima zaril, Samarqandga mashinada deb kecha aytishdi-da. Godi shunaqa zona komfortidan chiqish kerak. Rivojlanish uchun, keyin maza qilib ishlash uchun, keyin topgan pulni maza qilib ishlatish uchun mana shunaqa zona komfortlarni buzib turishingiz kerak. O'shanda rivojlanish bo'ladi. Samarqand, Farg'ona, Qarshi, Qo'qon, Chirchiq, mana shu yerda Farg'onada ham ko'p patsient kutadi har doim. Kerak bo'lganimizga shukr. Odamlar oldindan